Kayfiyat hammada a'lo darajada. Bosim yo'q. Bugun yig'ildik. Xolos ertaga Dubayga ketamiz. Dubayda tayyorgarlik davom ettiramiz. Xavotir yo'q. Biz hammamiz o'zimiz bilamiz nima qilishimiz kerakligini va qanaqa o'yin kutib turganini. Bunaqa deydi, biz ortiqcha hech qanaqa motivatsiya ham kerak emas deb o'ylayman bunaqa o'yindan oldin. Shuning uchun hamma tayyor va hech qanaqa bunaqa omillar bizga xalaqit qiladi deb o'ylayman. O'zimni yaxshi his qilyapman. O'yinga 100% tayyorman. Xudo xolasa, hali bir hafta vaqtimiz bor, yana tayyorgarlik ko'rishga. Albatta oson bo'lmaydi. Birinchi navbatda o'sha issiq havo bo'ladi. Biz o'shanga ham yarasha tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Lekin hamma bor, faqat menda emas, bu orzu mana shu terma jamoadagi har bir bolada bor yoshligidan. Butun O'zbekiston nima kutayotganini bizdan tushunib turibmiz. Shuning uchun bu safar xato qilishga haqqimiz yo'q deb o'ylayman.